Hammaga assalomu alaykum, qadrli podpischilarim, xush kelibsizlar kanalimga. Men sizlar bilan Ishmat Muslimbek, siz Muslim Official, ya'ni 01 kanal tomosha qilmoqdasiz. Aziz aka-ukalarimiz, siz videoni oldi bilan sizlarga aytib o'taman. Videoni tomosha qilishdan oldin shu videomizga bitta like bosib, kanalimizga obuna bo'lishlaringizni so'rab qolamiz aka-ukalarimiz. Sizlar bilan bugun biz videomizni oxiriga yetkazib, ya'ni sizlarga bugun yangilik aytib o'taman aka-ukalarimiz. Bundan oldingi videorolimizga biz ishni chiqarganmiz, ya'ni stroyka, monolitda, ya'ni telefon nomerlarini qo'yganmiz. Iltimos aka-ukalarimiz, bizga odam soni to'ldi, bizga boshqa odam kerak emas. Hech kim telefon qilmangizlar, dushamga ham, panjakitga ham hamma odam to'ldi aka-ukalarimiz. Nima demoqchiman? Hammaga rahmat, xudo xolasa bizning videomizga like sonlari xudoga shukr yuziga yetarli bo'ldi. Ya'ni pasmotrim juda ham yaxshi oldi aka-ukalarimiz. Xudo xolasa shuncha qadrishga qilyapsizlar. Bundan beri ham qadrishga qilaveringizlar aka-ukalarimiz. Ya'ni nima demoqchiman? Agarki kimda reklama xizmati bo'lsa aka-ukalarimiz, bemalol shu nomerlarga murojaat qilsalaringiz bo'ladi. 200 388 71 21 raqamlariga, ya'ni Telegram kanalimizga ulangan promot telefon qilsalaringiz bo'ladi. Ya'ni Tesil telefon nomeri so'rayotgan aka-ukalarimiz 93 534 04 94 raqamlariga WhatsApp'larimiz ulangan, WhatsApp'larga ham chiqsalaringiz bo'ladi, promot telefon qilsalaringiz bo'ladi aka-ukalarimiz. Sizlarga bir chiroyli qilib xudo xolasa bir reklama qilib beramiz aka-ukalarimiz. Nima demoqchiman? Mana shu xudo xolasa mana shu videomiz 200 ta like olsa aka-ukalarimiz, men sizlarga abishab qilaman, panjakitda moshin bozorini sizlarga chiroyli qilib narxlarini ham qanaqa moshin kerak, birinchi o'rinda kommentariyaga yozib qo'ysalaringiz, ya'ni Opel kerakmi, Mercedes kerakmi, men sizlarga qo'ldan kelgancha harakat qilaman shu moshinlarni, ya'ni ommaga, ya'ni YouTube'ga tarmoqqa chiqarishga aka-ukalarimiz. Mercedes kerakmi, Opel kerakmi, Toyota kerakmi, kommentariyaga yozib qo'yingizlar aka-ukalarimiz. Ya'ni obunachilar bilan shart o'ynaymiz. 200 ta like bo'lsa aka-ukalarimiz, men sizlarga qolgan mashinangizni chiqarib, ya'ni xudo xolasa telefon nomerlarini ham aytib o'taman. Bemalol telefon qilib, ya'ni mashinani xarid qilib, ya'ni savdosini, yelini, dokumentlarini gaplashsalaringiz bo'ladi. Xudo xolasa mana manzarani ko'ryapsizlar aka-ukalarimiz, sizlarga chiroyli qilib videorolik chiqarishga bugun harakat qildim. Aka-ukalarimiz, yana men sizlarga aytaman, bizlarga odam soni to'ldi, boshqa telefon qilmangizlar, iltimos. Dushanbaga ham, klatkaga ham, panjakitga ham odamlar soni tamom. Odam buchit, odam namigra, amija tamom aka-ukalarimiz. Nima demoqchiman? Keyingi videoga ko'rishguncha xayr, omon bo'lingizlar. Men sizlarga va'da qildim, 200 ta like yig'ilsa, panjakitda moshin bozorini sizlarga ko'rsatib, quroqqa tamom o'qib beraman. Aytmoqchimanki, sizlarga qanaqa moshin kerak? Opel kerakmi, Mercedes kerakmi, Toyota kerakmi, Nexia kerakmi? Nima bo'lishidan qat'iy nazar kommentariyaga yozib qo'yingiz aka-ukalarimiz. Bo'lsa ketdik.